Abu Rayhon Beruniy haqida 10 ta fakt. Abu Rayhon Beruniy 973-yilda Xorazmning Kat shahrida tavallud topgan. Xorazmshoh Abul Abbos Ma'mun ikki saroyda to'plangan olimlar bilan birgalikda Ma'mun akademiyasida faoliyat ko'rsatgan. Alloma astronomiya, geografiya, matematika va tarix fanlari bo'yicha 160 dan ortiq asarlar yozgan. U Kopernikdan qariyb 5 asr muqaddam Yerning Quyosh atrofida aylanishi haqidagi fikrini ilgari surgan. Beruniy Yerning dumaloq shaklda ekanligini asoslab bergan. Alloma 1029 ta yulduzning koordinatalari qayd etilgan yulduzlar jadvalini hamda dunyoning geografik xaritasini tuzgan. Beruniy yevropalik olimlardan 450 yilcha oldin Amerika qit'asi mavjudligini taxmin qilib, o'z asarlarida bir necha bor qayd etgan. Allomaning g'arbiy yarim sharda katta quruqlik, materik mavjudligi to'g'risidagi fikri 15-16 asrlarda o'z tasdig'ini topgan. Beruniy yer aylanasi uzunligini o'lchashda yangi usul, matematik usulni ishlab chiqqan. Abu Rayhon Beruniy 1048-yilda G'aznada vafot etgan.